Rais bor, tamom bo'ldik, pishdik, rasvo bo'ldik. Open budjetdan yutqizib qo'yamiz. Endi baqirayapsanmi? Uyda baqiryapsanmi? Men senga necha marta aytdim, pul yig'aylik, shaharga boraylik, yog' tarqataylik, ovoz olaylik dedim, to'g'rimi? Ya bu Vatikanda 300 ta odam bor qishlog'ingachi, qo'y yog'i ham yuta olmaysan. Bo'ldi, open budjet haqida gapirishma. Men mahallani mazgisini tirab kelay. Men necha marta aytdim, pul yig'aylik dedim. Endi mana yamada yurishor mashinani hadovoyini ketkizib. Mahallani obodonchiligiga qarash. Endi jiddi bolasimi, bolam? Ko'zingga nima qildi? Ko'zim sotib iPhone oldim. Yo'qmi-yo. Pochkasini sotib iPhone olgan odamni eshitdim. Ko'zini sotgan odamni birinchi marta eshitishim. Parasatiyo, endi nimani ko'rasan? Shuni o'ylamabman-da, rais bu. Odamlar nimcha darmet bo'lib ketyapti, davlina pavlina ham oshib ketyapti. Mahallada shu deport berib yuboringlar, ketay. Baqaka do'mma qo'limga chesot. O'zingni bos, nima bo'lyapti? Tinchlikmi? O'qishga kirolmaganda bu yana. Kirometda. Itda ishlatasan-da, imtihonga 1 oy qolganda repetitorga jo'natasan. O'zi bizda shunaqa-yu. 1 oyda o'ling geniy bo'lib qolamiz, dada. Men 1 oyda ichida samolyot yaratdim deb. Velosiped ham yasolmaydi. Yo'q ko'tarib kelyapti-manu. O'ling chaqir. Yo'q qadab kelyapsan. Rais bu shahardan open budjetdan oldim. Bitta ovozga bitta yog' berayotgan ekan. Endi ro'zg'orga-da. Shipon gap o'tish ambulatoriyaga admin qilamiz. Rais voy kechir, iltimos boshqa qaytarilmaydi. Kaneshda boshqa qaytarilmaydi. Bitta nomerda bitta ovoz berasan. Boshqa mahallaga ovoz berdingmi? Sotqin hisoblanasan. Endi somsaxonaga sous bo'lasan.